Assalomu alaykum. Tog' san'ati va geologiya vazirligi huzuridagi O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-apreldagi geologiya sohasiga investitsiyalarni faol jalb etish, tarmoq korxonalarini transformatsiya qilish va respublika mineral xomashyo bazasini kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 50-83-sonli Prezident qaroriga muvofiq tashkil etilgan. O'tgan davrda yer qa'rini geologik o'rganish, xususan rangli, qimmatbaho metallar va boshqa foydali qazilma maydonlarida geologik qidiruv ishlarini tashkil etish, rangli va qimmatbaho metallarning istiqbolli maydonlarini topish uchun ilmiy tematik ishlar, bashoratli resurslar va mavjud maydonlarning mayda, o'rta va yirik masshtabli geologik xaritalarini yaratish asosida respublika mineral xomashyo bazasini kengaytirish borasida qator ishlarni amalga oshirdi. Xususan 2024-yilda aksiyadorlik jamiyati geologiya qidiruv ishlarini olib borish, foydali qazilma konlarini izlash, baholash va laboratoriya tahlil jarayonlarini topografik, geologik tasvirlash hamda xaritalash ishlarini amalga oshirdi. O'zbekiston Respublikasi hududida davlat byudjeti va shartnoma asosida Navoiy kon-metallurgiya kombinati va Olmaliq kon-metallurgiya kombinatlari mablag'lari hisobidan 142 ta loyiha asosida oltin, kumush, mis, qo'rg'oshin va rux, volfram, noyob metal va kamyob yer elementlari, ko'mir va boshqa noruda foydali qazilmalarga geologik qidiruv ishlarini hamda laboratoriya tadqiqot ishlarini bajardi. Yil yakunida 20 ta loyiha bo'yicha geologiya qidiruv ishlari tugatilib, yakuniy geologik hisobot tuzildi. Aniqlangan zaxira va bashorat resurslari davlat balansiga qabul qilindi. 2024-yilda asosiy foydali qazilmalar bo'yicha bajarilgan zaxira va bashorat resurslari ko'rsatkichlari 100% ga bajarildi. Geologiya qidiruv ishlarining asosiy qismini burg'ulash jarayonlarini tashkil qilib, 2024-yilda jami 746.918 pagonometr burg'ulashlar olib borildi. Jumladan shinikli burg'ulash 107.662 pagonometr, havo zarbali burg'ulash 119.329 pagonometr, xaritali burg'ulash 63.527 pagonometr, kolonkali burg'ulash 456.399 pagonometr hamda yer osti tog' kon ishlari 8803 pagonometr va yer usti tog' kon ishlari 259.820 metr kubni tashkil qildi. Hisobot davrida zamonaviy burg'ulash uskunalari orqali 1200-1800 metr chuqurlikkacha burg'ulash ishlari bajarilishiga erishildi. Bu esa albatta ma'dan tanalarining chuqurlikkacha o'rganish, foydali qazilma resurslar va mineral xomashyo bazasini kengaytirishda katta ahamiyatga ega. Geologiya qidiruv ishlarini yangi bosqichga olib chiqish, sohaga dunyoning zamonaviy texnika va texnologiyalarini jalb qilish maqsadida aerogeofizika va dron uskunalaridan foydalanish yo'lga qo'yildi. Buning natijasida ish turining tannarxi kamaytirildi, sarflanadigan vaqt tejaldi va ish samaradorligi bir necha barobarga oshirildi. Geologiya qidiruv ishlari natijasida olingan namunalarni aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi namuna maydalash sexlarida qayta ishlanib, tahlil qilish uchun laboratoriyalarga yuboriladi. Laboratoriyalarda zamonaviy uskunalar yordamida tahlil ishlari amalga oshirilib, xulosalar olinadi. So'nggi yillarda sifatni boshqarish masalalari nafaqat respublika korxonalari va tashkilotlar, balki umuman davlatning iqtisodiy manfaatlari diqqat markazida bo'lib turibdi. Iqtisodiyotning barcha sohalaridagi tashkilotlarda xalqaro standartlarga mos sifatni boshqarish tizimini joriy etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Sifatni boshqarishning yetakchi g'oyalari va zamonaviy usullarini milliy korxonalar tomonidan amalga tatbiq etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu maqsadda 2024-yilda O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati ISO 9001-2015 standart bo'yicha sertifikatini qo'lga kiritdi. Ta'kidlash kerakki, jamiyat faoliyatining barcha bosqichlarida baholash tizimi joriy etilib, ISO standarti talablariga muvofiq tashkilotning tashqi va ichki konteksti batafsil o'rganilib chiqildi va yanada rivojlantirish imkoniyatlari belgilab olindi. Jamiyat va tarkibiy bo'linmalarda ishlab chiqarishning bexatar sharoitlarini yaratish, ya'ni ishchi va muhandis texnik xodimlarning hayoti, salomatligi va xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish maqsadida yong'in xavfsizligi, yo'l harakati xavfsizligi, sanitariya, ekologiya normalari, geologiya qidiruv va yordamchi ishlarni olib borish to'g'risidagi xavfsizlik qoidalari talablariga rioya etilishi ta'minlandi.
Bundan tashqari dala sharoitida faoliyat olib borayotgan xodimlarga qulay mehnat sharoitlari yaratib kelinmoqda. Olib borilayotgan geologiya qidiruv ishlarining tabiiy muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish va tabiatni muhofaza qilish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasini tejash, muqobil energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish maqsadida aksiyadorlik jamiyati tomonidan 529 kilovat quvvatga ega bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalari o'rnatilib foydalanishga topshirildi. Natijada 886 ming kilovat elektr energiyasi tejaldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi tog' kon sanoati va geologiya vazirligi huzuridagi tog' kon sanoati va geologiya sohasini nazorat qilish inspeksiyasi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi 187-son Prezident qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tuzilgan yo'l xaritasining 5-bandiga asosan O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyatiga regional geologiya davlat muassasasini qo'shib olish orqali qayta tashkil etishlari qarorda belgilangan tartibda amalga oshirildi. 2025-yilda atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi asosida geologiya qidiruv ishlarini yanada rivojlantirish va xorijiy davlatlarda ham geologiya qidiruv ishlarini tashkil etish rejalashtirilgan bo'lib, xususan burg'ulashlar va texnologiyalar bo'yicha xizmat ko'rsatish turlarini kengaytirish, geofizik tadqiqotlarni rivojlantirish, modellashtirish, yer, havo va geofizika ishlarini bajarish quvvatlarini modernizatsiya qilish va kuchaytirish, shuningdek ishlab chiqarish jarayonlariga ilg'or tajriba uslublarini joriy etish ko'zda tutilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.